Sloveniyadan Italiyaga biz peshkom ketyapmiz. Akalar bilan kollegiya. Yo'lma-yo'l yaxshi joylar chiqsa ko'rsatib boramiz. Italiyaning chegarasiga yetib keldik. Mana Italiya 80 metrdan keyin deyapti. O'sha yoq Italiya o'zi. Manzarani qaranglar, og'alar. Manzara. Sabotil hotel restoran. Biz Novogorica degan shahardamiz. Bratlar ketishyapti. Uy sotiladi. Manzil Yevropa Ittifoqi Italiya Sloveniya chegarasida. Xaroba, qoldirib ketilgan, hech yashamaydigan eski uy. Narxi €1 Akalar, bu Italiyada karantin hali ham davom etmayapti. Mabodo ko'chada hech kim yo'q bizdan boshqa. Biz 7-8 ta o'zbek yuribmiz faqat, boshqa hech kim yo'q. Huvillab yotibdi. Bizda hech bo'lmasa itlar, mushuklar yuradi, bu yerda shular ham yo'q. Nimaga shunaqa ekan-a? Va yana bitta ma'lumot, bu yerda faqat qariyalar, yoshlar yo'q. Qayerga ketgan yoshlar bilmayman. Yo o'rtada bir avlod uzilib qolganmi? Ko'chada hech kim yo'qligi mayli, bitta ikkita odam chiqyapti, u ham yoshi katta qariyalar, boboylar. Yoshlarni men bola yo'qmi, tug'ilish kammi deyman-da shu. Shu o'zimizdan yaxshi baquvvat yigitlardan chaqirish kerakmi deyman-da. Italiyani magazinlaridagi oziq-ovqat narx-navolari bilan sizlarni tanishtirishga harakat qilaman hozir. Kartoshka kilogrammiga €130 1 kilogram. Piyoz 1,29 ekan. Bu menimcha bodring bo'lsa kerak, yana ham bilmadim. Bodring manadan. Gulkaron 1,49. Coca-Cola 1,89. Xo'sh, necha litr ekan bu? 1,5 litrlik kola 1,89. Ana bunaqa makaronlar €0,55. 30% tiklaydi. Ana bu menimcha tovuq go'shti bo'lsa kerak. Tovuq go'shtimi o'zi bu? Narxi €10. Bularni €5. Mana bu yerda ham bir narsa mayrovka qilinganimi? 690 ekan. Mana shu turshi 331. Mana bunaqa multfilmdagi baliqlardan €26 ekan. Bu baliq €12, €13. Kesilgan tayyori €19. Menimcha mana shu mol go'sht bo'lishi kerak. €376 shu turshi. €1 hozirgi kunda 14,5 ming so'm. Mana bu ham shu mol go'sht bo'lsa kerak. Halol haromligini bilmayman lekin. Yozilmagan halol deb. Mana mol go'sht. Mol go'shti narxi €16. Akalar, bu nonda shuncha xil turlari borligini men mana shu Yevropaga kelib ko'ryapman. Mana bu yerda ham non, bu ham non, bu ham non. Mana bularning hammasi non ekan. Non mahsulotlari. Bu qator to'la non. Mana shulardan kesilgan non, bir narsa qo'shilgan non. Bu ham non. Mana bularning hammasi non. Upakovkadagi non, kesilgan non, buterbrod noni, boshqa noni, maxsus nonlar ekan hammasi. 2 litrlik kola
259. Tish cho'tkalarining narxlari. Bu yoqda pastalar narxlari. Ko'proq Oralbi ishlatadiganlar uchun mana narx 249. O'zimizda odatiy Colgate 2 euro 30 ming so'm. Bir xil O'zbekiston bilan почти. Oralbi 339. Pomidor narxlari 229 euro. Bu bodring ham 299, 3 euro. Ochkalangan pomidor 2 euro. O'zimizda yong'oqlar 6 euro. Yonida banan. Banan 189. Banan bizdan ham arzon. O'zbekistondan ham arzon banan. 219 bunisi mana. Yonida nok. 199 nok. Bu yerda ham nok 299. Bular ham nok. Bu olma shekilli. Bu latte deb qo'ygan, menimcha sut bo'lsa kerak. 2 euro. €2. 129. Boyagi yong'oqlarni qadoqlangani 379. Kilogramga 758 ekan. Shu turishi 359 euro 500 gram. İtalyanskiy ichimliklar, shampanlar. Shampan, bu bilmayman nima u. Yani shampanskiy. Ular alkogollar. İtalyanskiy vinolar. Menimcha bu pivo bo'lsa kerak. Ichmayman-ku, ko'zni quvnatyapti lekin. Mana vino. Narxi 4 euro. Arzonmi, qimmatmi endi? Ichmagandan keyin bilmaydi ham odam. 5 euro. Bu tomonni qarang. Ana 11 euro. Nihoyat qovunni ham topdik. Narxi 2 euro. İtalyan magazinlarida ko'rdik, mana odamlar bor ekan. 70-80% qariyalar. Ba'zida bir yoshlar bo'lmasa, hamma yoqda qariyalar. Bilmayman yoshlar qayerda. Bu İtalyan supermarketlarida faqat o'zlarining tilida yozar ekan. Boshqa tillarni mensimaydimi bilmayman. Umuman boshqa tilda yo'q. İtalyancha yozilgan hamma mahsulotlar. Biz O'zbekistonimizda o'zbekcha, ruscha, inglizcha, xitoycha har xil 3-4 ta tilda yozib tashlaydi. Kelgan mehmonlarga osonroq bo'lsin deb. Bu yerda bilmayman, nimagadir hamma narsa italyancha yozilgan. Faqat ko'rinishiga qarab nimaligini topib olsak, topib oldik, bo'lmasam yo'q, topa olmaysiz.